65 ming so'mdan. Gelasizlar, razmerinizga doğru gelse 65 ming so'mdan xarid etib ko'rasizlar. Mening detski g'alinam 2 metr, 3 metr, 2 2 mening minlar ham bor. Gelasiz 65 ming so'mdan 1 kvadrat olib ketaverasiz. Xolasangiz mening gilamlar bor 35 ming so'mdan. Endi 80 santlik 1 metr 35 ming so'm. Gelasiz 1 metrini 35 tan olaverasiz. 10 metr alsangiz ham 350 ming so'm bo'ladi. Xolasangiz mening qizil variantlari, high-tech variantlari, mening go'klardan viburladim ko'p. Mininglar ham bayning. Gelasiz 65 ming so'mdan 1 kvadratı yeni 120lik. Eğer de mening 65 ming so'mlik vazirden gerek deseniz miningleri köp dükanımızda. Alasanız mening ipek kilemler ham bor. Ular hammasi işalaram 35 ming so'mdan. Gelasiz adam bemalol bu adam xarid etaverasiz. Endi 80 santlik bo'ladi. Eğer yok bana başqacharoq yaxshiroq gerek deseniz, alasanız miningleri bor. Kvadratı 55 ming so'm, 60 ming so'm. Razmerleri bor 1,5lik. 120lik, 2lik, həmmə rəzmiri var. Ki, bu nasılar işlərdə gördükləriniz, işlərin həmməşisi 65 ming so'mdan qılıb bərəmiz. Bula astatca gilən bu an üçün şunun pulda tutdu. Əvvəlki narxı 300 ming, 250 ming so'm satılıngan. Astatca giləmdən şunun baxada qılıb bərəmiz. Bizədən giləm alışınız şərt emas. Bir like basıp kommentariya öz fikrinizi yazıb qaldırsanız da dükkana qalı görməkə gələnizdə həm işinizin padarkalardan xarid etib getsəniz də buladı. Besplatlı mut buladı bula. Alıb getəverəsizlər doğru. Birisi like basqanınızda, birisi kommentariya yazqanınızda hər qaysına bir-birdən bərabər öyrənirsiniz. Besplatlı mut. Gələsiz, mening növəzdən bir 200-300 nazıba xarid etib getəverəsizlər. Doğru, mut alıb getəverəsizlər padarka hesabında. Keyin, ha bu nasılar bizdən dükkanımızda mening taza yengilik giləmlə yəyən vaşım dəhşətləri zor vəzdə. Her bir kvadratı 250 ming so'mdan bular eng premium kastada chiqadigan zo'r gilamlar bo'ladi. Kvadratı 250 ming so'mdan. Qalan razmeringiz bor. Endi 80lik, 1lik, 120, 1,5, 2, 2,5 liboy razmeri bor. Xalasangiz 1 aydan 12gacha qarzini olsangiz bo'ladi. Qarzini olganda tartibini chiq bo'ladi desangizlar, например, shu vajdan 10 kvadrat alsangiz 2,5 milyon pul bo'ladi. Shuni 2 milyon 400 qilib beramiz. Bu puldan 1 yilda bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Oyina 200 ming so'm puldan tushadi. Bo'lib to'lab berasiz. Hech qanday ustama penamimida o'zining narxini bo'lib to'laysizlar. İpek gilamlarni mininglar bor. Xalasangiz minning variantlari, viburlari dim ko'p. O'zlaringizga yaqqani, ma'quli bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu gilamlar ichiga kelaverasizlar. Hammasini arzon bahoda qilib beraveramiz. Agar yo'q, skidkada dim arzon gilamlaringizdan desangiz, xalasangiz meda gullasi bor, xalasangiz yonboshida bergisi ham bor, imin ham bor. Kelasiz 1 metrini 65 ming so'mdan qalinlarni olib ketaverasizlar. Agar da sizga ishiningning metrajda to'g'ri keladigan bo'lsa 200 ming, 220 ming so'm sotilgan. Hozirgi kunda 80 ming so'mdan 1 kvadratini olib ketaverasizlar. Razmerlari xudo xolasa taqlab chiqarib beramiz. Vaqtim dahshatoj ipek vajni zo'ri. Keyin bunda high-tech gilamlarimiz ham bor. High-tech gilamlarning dahshati zo'ri, qo'zg'alisi premium kastada chiqib turgani. Her bir kvadratı 220-230 satılıngan. Xudo xolasa endilikda gilamlar 300 obunachilarni 190 ming so'mdan 1 kvadratdan kirib beraman. Gilamlar 300 YouTube kanalından görüp geldik deyilsə, bir like basıp deyilsə, padarkasını alasızlar. Like basqanınızda, kommentariya yazqanınızda, kommentariyanın padarkasını alasızlar. Bizden dükkana gelip kommentariyaya yazdım, like bastım desənizdə, gilam alışınız şərt emas, padarkanızda alıp ketaverəsizlər obunaçılar. Vəbşim dəhşət özdə. Özlərinizə maqul buladan bolsa 80 santadan tutup 4 metrəcə həmmə razmeri var. Məsələn 80-likdən 30 metr boladı, 1-likdən 30, 1,20, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 boladı. 30 metr boladı. Qalan metrinizi 40 bala arasında hər bir kvadratını şu puldan girib verəmiz. Xalasanızda mening ipek giləmmi dəhşəti zorları var. Bunlar orijinali buladı, zor buladı. Bunları gəlib görsəniz, imdəsiniz tiylərdə stokulundan buladı. Arasına girmedik onun. Vəbşim dəhşəti. Kvadratı 220 ming so'mdan satılıngan. Xudo xolasa gilamlar 300 kanalında görüp geldik deyilsə, 190 ming so'mdan 1 kvadratdan girib verəmiz. Plus qarzdan verəmiz. Bu əzədən hem, например, 3 metre 4 metrelik bir ulluxana alsanız ham, keyingi aydan ayına 190 ming so'mdan aylık to'lov chiqadi. Hech qanday ustamaminmidi, penaminmidi, öz pulunu bölüb to'laysizlar. Hech qanday bank aralashmandan keyin o'zingizga kelib klik etib o'tiraverasizlar. Buni 80ligi bor, 1ligi bor, 120, 1,5, 2, 2,5, keyin 3lik, 3,5, 4lik g'alilari bor. Qalan metringizni 40 olaverasizlar. Bu yerga qaranglar, bu narsalar
Bu hiç kaçan modadan kalmaydı. Bu общем dahşat bu mavazda Türkmen pisatını çizsin orijinali zoru. Bu padelkesi emas. Bu общем dahşatı konkret duradan bula 80'lik, 1'lik, 1.20, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 amba. Hamma razmeri va suyetine qarangmın, suyetini o'zi ham bir aytib turibdi o'zi dahshat o'zi ekan. O'zi videoda ko'rsatib bo'ladimikan? Yine Kanalka gördünüzmü? Общем kalın o'zi dahshat o'zi. Bu həcmimizdə hər bir kvadratını 300'den satış gerekədi. Xuda xalasa 300 emas 250 ming so'mdan qo'yib beramiz. Plus qarzınam az bo'ladi. Bir kvadratını 250 mingdan girib beramiz. Xalan metrinizni olaverasiz. Например 3 metre 4 metre atib olaman deseniz keyingi aydan ayına 250 ming so'mdan oylik to'lov yetadi. Bir ulluq alasanız. Eğer de 2 alsanız 500 ming so'mdan ayına to'laysizlar. 2 dana ulluq ilamasanız saçaqlı kojalılar bo'ladi. Xalasanız gilemleri, xalasanız metrli variantlar. Həmməsindən bu. Yo'q, bu qımmat mana, arzaraqı gerek, budjetli rakı gerek, taza xo'jalik man deydilar. Xalasanız eminingin təşəkkürlü xilləri var. Bular arzaraq bo'ladi, budjetli variant. Bunu bir kvadratı 130-120 satqanımız, xuda xalasa gilemli 300 obunaçılarını 80 ming so'mdan qilib beramiz bir kvadratını. Masalan, şu özdən yine 1 metrlik 10 metre alsanız 800 ming so'm bo'ladi. Siz şu 800 ming so'm puldan alasanız 10 ayda bölüp to'lasangiz bo'ladi. Yine mening nivazda dim ko'p. Bu Türkmen peşetleri ham sintetika bo'lmaydi. Bunlar ham narxlari neler zor bo'ladi. Bularni 80 santidan tutadidan 4 metrgacha hamma razmeri bor. Xalasanız 2.5lik, xalasanız 2'ligi, 3'ligi, 4'lik ham bor. Yo'q, ochiqroq ipakki kerak deseniz, mening ipak gilamlar ham bor. Dahshat turadi. Ular sintetik bo'lmaydi, narxi yaxshi bo'ladi. Xalasanız bu yerda ham xarid etsangiz bo'ladi. Bir kvadratı 150-140 satılınca endilikte 100 ming so'm tushirib qo'ydik. Gelasida 100 ming so'mdan mana ham xarid etsangiz bo'ladi. Alasanız mening gülli variantlari dim ko'p. Mening sini suyetdan bor gilamlarimiz. Bular ham 80 santilik bo'ladi. 1'lik bo'ladi, 1.20, 1.5, 2, 2.5 metr. Hamma razmeri bor. Mening sini suyetdagi gilamlarimizdan xalasanız da bir aydan 12 aygacha qarzini olib kelsanglar bo'laveradi. Bir ullu gilamni olsangiz ham keyingi aydan oyna 300 ming so'm, 250 ming so'mdan oylik to'lov chiqadi. O'shum dahshat o'zi. Konkret turadi Allah. Kimga qiziq bo'lsa, gilamlar ham bor. Hamma razmeri bor. Mening ipak gilamlarning zo'ri, dahshatlari bor, qizil suyetlari bor. Ishlari ham 65 ming so'm ish qizillar bunachilar skidkada kelib bemalol xarid etib ketaverasiz. O'shum dahshat o'zi bor. Bu yerga qarang. Kelasiz 65 ming so'm, 65 ming, 65 ming, 65, 65. Kelasizdan bemalol olib ketaverasiz. Avvalgi narxlari bu puldan sotilma. Endilikda shu xudo xolasa klientlarimizga arzon bahada, skidka bahada qilib beramiz. Yine bu yerdan ham ko'p. Yine razmerlaringizga to'g'ri kelsa bo'ldi. Bemalol kelib xarid etib ketaverasiz. Ipakli ismi, shersi ismi, her xil varianti bor. Kelasiz ish o'zidan ham 65 ming so'mdan bir kvadratini olib ketaverasizlar. Endi 1 metrlik 65 ming so'm. 10 metr olsangiz 650 ming so'm bo'ladi. Boshim dahshat mut bo'lib qolganda gilamlar olib nasra kelasizlar. Bemalol olib ketaverasiz. Xalasangiz bu guli bor. Guli sal razni aytadi. Xalasangiz bunga ham 65 ming. Bu yipga qolib bo'lmaydi. Endi videoda domam görünmemi görünmeymi, lekin g'alimizni sifati yaxshi. 65 ming so'mdan 10 metr alsanız 650 ming so'm bo'ladi. O'shum mut palasli pulunda bo'ldi-da. Xalasangiz mening nivazda bor 35 ming so'm kelasizda 35 dan olib ketaverasizlar. Xalasangiz yine 35 ming so'm 35 dan yine. Bir rulon emas. Bundan bu 35'liklardan ko'p. Tam bo'lib qoldi deb aytamiz. Kelasiz. Neçəklim deseniz ham bor. Bundan 100 metrmi, 200 metrmi farkı yok. Bor. Yani şunun özünde 1 top, 2, 3, 4, 5 top, 6 top. 6 top şunun özünde. Arayalardan ham bor. 35 ming so'mliklar gelip bemalol olib ketaverasizlar. 35 ming so'mlikdan alsangiz ham 10 metr alsangiz 350 ming so'm pul bo'ladi. O'sha mut tamam. Palasni pulundan bundan gelip xarid etaverasizlar. Ne? Xalasangiz mening high-tech dizaynda chiqqanlar ham bor. O'shum dahshat chiqqan bo'ladi bular. Bu high-tech gilamdan ham o'zi qimmatroq sotish kerak edi, xudo xolasa. Obunachilarimizga 190 ming so'mdan qilib beramiz. Kelasizlar, ishining kojali, qalini, zo'rini
190 min so'mdan 1 kvadratını alıp ketaverasizlar. Xalasanız qarzlamasanız boladı. Bir aydan 12'ye bölüp төлeysiz. Например, 3 metre 4 metrelik bir spanniyizi alamanda şeyinizmiş o yüzden. 12 aya qarz alamanda sen keyingi aydan ayına 190 min so'mdan aylık to'lov chiqadi. Bölüp to'lab o'tiraverasizlar. Üstüne piyna hech qanday o'z minmidi. O'z pulini bölüp to'lab yuraverasizlar. Mening hamma razmeri bor. Xalasangiz ish yerda turgan 2,5 metrliklar amina dahshati zo'rlari bor. Bunarsizlar ko'rib boqa beringlar. Yaqqan bo'lsa bir like bosib o'tib ketasizlar. Dım hoşray çıraylı. Burada 80 santimliklar. Mening qizillar ham bor. Kimdir doğru gelse arzon bahada qilib beramiz inshaalloh. Bunday xiva qalin 4 metrliki hay texniki xalasangiz meninglar, xalasangiz mening qizillari. Qizil ham o'shum dahshat turadigan bir qism bo'lib turadi. Kelaysiz bo'sh yuz kvishadanlar. Metrajli variantlardan ko'p. 50, 60, 70, 80 min so'm, 100 min, 200 min aralash. Bu özleden ama. O'shum dahshat chiqqanlari. Xalasangiz bunda yine mavi suyetda chiqqanlari bor. Razmeriga doğru keladigan bo'lsa 90 min so'mdan qilib beramiz 1 kvadratni. Avvalgi narxi 250 min so'm sotilgan. Bize de 250 min so'm sotilgan. Nechun 90 tushib turibdi desangiz, obunachilar bize de misal şu özden bir fura aldırgan bo'lsak, o'zi bir dana 2 dana ketdimi? Yarı bahasından ham arzon. Zararli bo'lsam sotib beramiz. Bu ozgina qolgani uchun, boshqa yo'q bu özde. Bir dana qolgan. O'zi yanında taze yangilik keladi, u ko'yni aslatga u qolaveradi. Shu uchun sotib yo'qotib berish kerak bo'ladi. Shu uchun arzonroq etib qo'yib beramiz. Ining ish yerda turganlar ham 300 min, 350 min so'mdan sotilgan gilamlar ham 65, 70, 80, 90 atrofida chiqqan. Kelasizlar bemalol olib ketaverasizlar. Mening o'zlarim 130 min so'mdan sotganmiz. Hozir 40 min so'm. Kelasiz 1 metrini 40 min so'mdan olasiz. 10 metr olsangiz ham 400 min so'm bo'ladi. Kelasiz 35 min so'mdan 1 metri. 10 metr olsangiz 350 min so'm bo'ladi. O'shum dahshat zo'r vazlar. Bunaqalar bunda yine göğükte başqachasi var. 35 min so'm. Kelasiz ish o'zini 1 metrini 35 dan olib ketaverasiz. Tam qallidanmiz ko'p. Mening high-tech dizayndagilari var. 40 min so'mdan kelasiz. Bunda boshqachalari var. Şu arzon bahada xudo xolasa klientlarimize beramiz. Kuru ensizini ko'rsating, elraqi yo'qmi deyarlar. Obunachilar sizlarga doğru keladigan bo'lsa, spannilaringizni 3 metr chiqadi. 6 metr, 7 metr çıkadı, 4 metr çıkadı, 6-7 metr çıkadı. Eğer de bunlar ham doğru geladigan bo'lsa, 1 kvadratı 250 min so'm sotilgan. Endilikda dükkana kelarsizdan inshaalloh 90 min so'm, 85 min so'mdan olib ketaverasiz. Bularning qalini bo'ladi, ko'zalisi bo'ladi yine. Yaxshisi 85 min so'mdan olib ketaverasiz 1 kvadratdan. Buni 4ligi bor, 3,5ligi bor, 3ligi bor. 50 raq desangizda 50 raqından ham qarab beramiz. Bundan hem yatıp yine kusokla gelesiz şagirdlar var. Ölçep beraber razmerize doğru gelse 90 min 85 min so'm ekdim gelişseniz yine geliş para veramiz qarab bon. Xalasanız mening high-tech dizaynda chiqqanlar ham bor bunarsizlar. Bunu 4,5ligi bor, 5ligi bor. Qolgan razmerlar sotib bo'lingan. 1,5lik ensizlar ham bor aytganda. 1,5ligi, 1ligi, 1,20ligi bor. Agar razmerize doğru keladigan bo'lsa 40 min so'mdan 1 kvadratni olib ketaverasizlar. Gelasiz 40 min so'mdan olib ketaverasizlar. 4,5ligi, teyinde 5 metrligi, bunda yine 1,5ligi, 1,20ligi ham bor. Gelasiz 1 kvadratini 40 min so'mdan olib ketaverasizlar. Foydalanadigan yeri obunachilar, bu palas emas, gilam bo'ladi. Gilamimiz zo'r bo'ladi, dahshati. Prostak bize de ozgina razmeri qolgan. Sizlarning uyingizda döşəlib turğanı yaxşı. Bizning dükkanda qolib ketgan nasatga bu. Şu özlərə mening o'shum dahshat bo'lgan o'zi. Bu o'zi qalinligini ko'rdingizmi? Dıqs to'qilingan. Kelasiz 65 min so'mdan. Bu o'zi qalinligini ko'rdingizmi? Dahshat to'qilingan bo'laydi. Dim qalin bo'ladi. Kelasiz 90 min so'mdan. İpekni ko'rdingizmi? Kelasiz 90 min so'mdan ishining ipekni zo'rlaram. Bularni kelasiz 65 min so'mdan yine. İpekli 65 min. Bu o'zini ko'ring yine. Vaxtında inşallah 200 min so'm satılın, 220 min so'm satılın. Gelesiz 65 min so'mdan. Gelesiz yine 40 min so'mdan, 40 min so'mdan. Başım dahşatlar. Bu özə qıranglar. Şu özünü hazıran bazarda 250 min so'm satıp tutdu. Başım dahşat bu özə. Gelesiz 90 min so'mdan alıp ketaverasizlar 1 kvadratı. Gelesiz ipekkilerimiz zoru 65 min so'mdan. Men nevi birlaram bu. Xalasanız mening dizaynda chiqqanlaram bu. Şu özdən akşam bir klientimize verdik.
250 min som, 220 min somdan alğan ikən bizədən gəldidən 80 min somdan mı, 65 min somdan mı işə barzan baxada verdik. Gələsiz, bulanam şu kompüterini karayımız, şu arzan baxada özünü gətirən baxasından arzan baxada girib verəmiz 65 min somdan bərabər verəmiz. Dükana gəlib, bana yaktı işi giləməyin, arzarak bər deseniz bu oldu, gəliş verəmiz. Giləmlərdən gördüğünüzdə asortimentlədim ki, yine mininglərə. Yine işi verəcəm, yine bir dana qalan. Kimədir doğru geçsə, yeni 2 metr, 6-7 metr çıxadı. Öldüyün arxı 220 min som satqanmız ki, hazır gələsindən 80 min somdan alıp getəsiniz. Barın 75 alın. Viburadım ki, gəlib üzlərinizə yakkanını xulaq alasa səyləb görüb ala verəsizlər. Yine abunə sulayı miningin Meydə güllü, cənnət güllü metr azam, bunlar rulon mula, gələsiniz, bulanam arzan baxada qılıb verəmiz. Misal, əvvəlgin arxa 130-140 satqanmız ki, gələsizdən şu vəzirdən 65 min somdan 1 kvadratdan alıp gedə verəsizlər. Xulaq alasa, bu videonun işinin giləm sonra birgən danışsaraza, skitkədə giləm sonra birgən danışsaraza taşaq koyup, bir like basını unutmayın. Like bas kanalımızdan patarkəsi var. Xulaq alasa, komentariya yazın, komentariya yazganızdan patarkəsi var. Şu bilan video rolikimizni yakunlaymiz. Sağ salamat bo'lasizlar. Keyingi videolarda görüşguncha.